Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi videoda sizlarga 2 sotix joydagi issiqxonaga bodring ekib qancha foyda qilsa bo'lishini to'liq ochiq oydin hisob-kitob qilib beraman. Bu video ayniqsa issiqxona qilishni o'ylab o'tirganlar, ozgina joydan daromad qilishni xohlaganlarga bodring biznesi foydalimi yoki yo'q, shuni bilmoqchi bo'lganlarga juda foydali bo'ladi. Videoni oxirigacha o'tkazmasdan ko'ring, chunki oxirida eng katta xato va foydani oshirish sirlarini ham aytaman. Keling avval issiqxona haqida gaplashamiz. Joyi 2 sotix, 200 kvadrat metr. Issiqxona turi oddiy, plyonkali. Eni taxminan 8 metr, uzunligi 25 metr. Umumiy maydon 200 metr kvadrat. Bu o'lcham uy sharoitida eng qulay va tez o'zini oqlaydigan variant. Tanlangan bodring navi gibrid, masalan German, erta hosil beradi, issiqxonaga mos, ko'p hosilli. Ekish sxemasi 1 kvadrat metrga 2 tup, 200 kvadrat metrga 400 tup bodring. Bu eng optimal variant. Juda zich eksak kasallik bo'ladi. Siyrak eksak hosil kamayadi. Endi eng muhim qismi pul qayerga ketadi? Birinchi, urug' xarajati. Don urug'i o'rtacha 2000 so'm, 400 tup 2800 ming so'm. 2 tup ya'ni o'rtacha 800 ming so'm deb olaylik. O'g'it va yer tayyorlash, chirigan go'ng hammada bor, deyarli barchada bor. Mineral o'g'itlar 500 ming so'm, jami 2 million so'm yoki undan ham kam. Issiqxonani qizdirish, agar qish-bahor bo'lsa ko'mir, gaz, elektr taxminan 2000 so'm. Agar mavsumga qarab bo'lsa, bu xarajat kamayadi. Dori-darmon, ishlov, kasalliklarga qarshi 500 ming so'm. Suv, mayda-chuyda xarajatlar, suv, ip, sim, ish qurollari 500 ming so'm. Jami xarajatlar taxminan 7 million so'm. Agar issiqxona oldindan bo'lsa, bu juda real hisob. Endi eng qiziq joyi hosil hisob-kitobi. 1 tup bodringdan o'rtacha 4,5 kilogramm bodring beradi. 400 tup taxminan 2000 kilogramm, ya'ni 2 tonna bodring. Bu minimal emas. O'rtacha hisob taxminan 2,5 tonna. Ya'ni 2,5 tonna bodring beradi. Shuni 6000 so'mga ko'paytirsak 12 ming so'mdan, ya'ni 12 million so'm. Jami xarajat 7 million so'm. Sof foyda bir oyning o'zida 4,5 million so'm pul bo'ladi bu. Agar sizlarga shu video foydali bo'lsa, like bosishni unutmang.